Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uchilar. Bugungi xabarimizda hozirgi Xitoyning chet eldagi har qaysi elchixonalari va konsulxonalari jiddiy turda Xitoyning Chag'anning kelish arafasida Chag'anni kutib olish shaklida bir turkum faoliyatlarni ilib berayotganligidan xabar topdik. Buningda Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasining Shvetsiyada yashayotgan Xitoy muhojirlarini yig'ib, ular bilan bir shaklida Chag'anni tabriklash faoliyati o'tkazganligi ma'lum bo'ldi. Ammo buningga hozirgacha Uyg'urlardan qatnashganligi borganligidek bir uchur egallamadik. Shuning bilan birga yana boshqa davlatlardan Avstraliyadan Arzugul Xitoy ismli birisining Xitoyning Chag'anni tabriklash faoliyatida faoliyatga qatnashganligi ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Biz bunun ko'rinishini ilib, har birlari bilan o'rtoqlashishga tirishdik. Bugünkidek Sharq Turkiston xalqi, jumladan Uyg'ur xalqi ig'ir irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan bugungi kunda yana mushuning o'xshagan shakldagi Uyg'ur manqurtlarning Xitoy bilan hamnafas bo'lish, Xitoyning chaqaga yeriga berish, Xitoy bilan bir dasturxonda o'tirib tomoq yeyish qatorliq ishlarni yana biz ko'rib turyapmiz. Yana bular o'ziga keladigan bir turlik manfaat va ozg'ina o'zining nafsi uchun bir Uyg'ur millatiga vakil bo'lib, mushundaq so'rinlarda turayotganligini ko'ryapmiz. Shuning bilan birga Xitoyning Chag'anni tabriklash Turkiyaning Istanbuldami ilib berilganligi xabarlarda ma'lum bo'ldi. Ya'ni Xitoyning Turkiya konsulxonasining to'r betida oshkorlanishicha 1-oyning 13 kuni Istanbuldagi Xitoy konsulxonasining o'rlashtirishida Istanbuldagi Uyg'ur tijoratchilar uyushmasining Sabir Bug'da boshlig'idagi bir turkum manqurtlar Uyg'urlarni yig'ib, ularga 20-navbatlik Xitoyning xalq qurultayini yig'inning ro'yini yetkazish bilan birga yaqinqi 10 yil ichida Sharq Turkistonning iqtisodida o'zgarish bo'lgan lar haqida mundaq bir o'rtoqlashganligi ma'lum bo'lgan. Shuning bilan birga 2023-yili qanday qilib Türk xalqini aldash, Türk xalqining mushu Uyg'ur masalasiga, Sharq Turkiston masalasiga bo'lgan kuchini ojizlashtirish, xalqni, ya'ni Sharq Turkistonning Turkiyaga bo'lgan davosini Türk xalqidan ayirib etish maqsadida qandaq planlar, proyektlarni qilish, shuning bilan birga bir turkum vatandoshlikni olgan ba'zi bir manqurtlarni jiddiy shaklda Xitoyga ziyorat qildirish va vatandagi bir turkum yasab chiqqan insonlarni ayni nimalarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz. Pasport berishni asliga keltirganligidek bir ahvollar bor. Hamda Xitoy bir turkum artistlarni, artistlikka moyil bo'ladigan va yoki Xitoyga moslasha oladigan bir turkum odamlarni chiqarishi mumkin, pasportni ishlashi mumkin. Andan keyin bir shaklda counter yo'lni ichayotganligidek bir manzarani ko'rish mumkin. Chunki yaqinqi ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz, Qozog'istonda nurg'un qozoq qarindoshlarimizning vatandan chiqib, u yerdagi tuqqanlar bilan jam bo'lgan bir ko'rinishlarni ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalayotganligini ko'ryapmiz. Bu Xitoyning o'yinining birinchi qadami. Ikkinchi qadamida bizning milliy rayon bo'lgan Turkiyaga mush shakldagi mush Uyg'ur tijoratchilar birlashmasi degandek manqurtlarning hamkorligida bir turkum Turkiyada yangi bu yilda balkim ba'zi bir va davorimizga ziyon ilib keladigan harakatlarni ilib kelishi mumkin. Shunga qarindoshlarimizning nayt hushyorlik bilan bu yilni datalash jidal majrolar emas, Xitoyning biz uchun qandaq suiqasd planlayotganligini, Xitoyning bizni qanday yo'qotish uchun qandaq taktik va usullar qo'llanayotganligini, Xitoyning biz uchun qandaq shaklda jasuslarni nega o'rlashtirayotganligini, jasuslarning nima ish qildiganligini, nima ish qilayotganligini bilishimiz bek zarur qarindoshlar. Agar undaq bo'lmaydi ekan, dushmanimizni to'g'ri tunimaydi ekanmiz,
düşmanımızning nima qilayotganligini bilmaydi ekanmiz. O'z ichimizdan düşman izlab avora bo'ladi ekanmiz. Xitoy tajovuzchilari bu fursatdan nayt unumli foydalanadi. Xitoy tajovuzchilari mushu ijtimoiy tarmoqlarda o'ynab kelayotgan o'yinlar hech qachon to'xtab qolmadi. Gerçi bir turkum odamlarni, artistlarni o'tirga chiqib, uning atrofiga xuddi Gulxanning atrofiga toza o't, yog'ochlarni toza tizib etgandek, Xitoyning odamlarini toza tizib, shularga go'panglaydigan, WhatsAppda xizmat qiladigan, Facebookda xizmat qiladigan, hatto to'plarda shu har xil shaklda bizga tarbiya qiladigan, bayroqni egiz ko'tarib, davorimizga ziyonkashlik qiladigan insonlarni yasab chiqishga tirishyapti qarindoshlar. Shuning uchun biz texnik hushyorligimizni o'stirib, Xitoy tajovuzlarining qanday suiqasd planlayotganligini, Xitoy tajovuzlarining bizga qanday ziyonkashliklarni elib kelayotganligini, nurg'un qarindoshlarimiz Turkiyada vatandoshlik oldi chiqdi, balkim ba'zi yo'llarni ravonlashtirishi mumkin, tijoratlarni ravonlashtirishi mumkin. Buning aldanmasligimiz kerak qarindoshlar. Chunki aşı sizning mening tuqqanlarimni, bizning tuqqanlarimizni turmaga solgan, qirib o'tdagan, hozir qanchalik qoldi, qanchalik bilmagan bizlar insonlarimizni, shu yerdagi insonlarimizning vayron bo'lganligini, yo'q bo'lganligini bilib turib, yana biz mushular bilan ham nafas bo'lish, yana mush Xitoyning gipiga oldinish, Xitoyning ichpaga yo'lidan xotirjam bo'lib berib kirib qilishimiz bu o'zimizga va o'zimizning kelajagimizga qilgan ig'ir xiyonatimiz hisoblanadi. Bunda manqurtlar qiladi. Bunda Xitoyning yasab chiqqan 5, 10, hatto 100, hatto necha ming jasus, ijtimoiy tarmoqlarda nurg'un jasuslar oshkorlanyotidi. Bütün davlatlar jasuslarni oshkorlashga harakat qilyotidi qarindoshlar. Chunki Xitoyning mayli Uyg'urlarga emas, bütün dunyodagi mayli fan texnika jihatdagi bo'lsin va yoki boshqa uçur vasıtalardaki yoki bo'lmasa davlat maxfiyatligi jihatga qilayotgan jasuslik qilmishlarini aytdi. Ig'ir. Mayli qilayotgan satanglar aylisi bo'lsin, mayli siyosiy partiyalarning siyosiy nimasiga ergishib, ularni bir şekilde o'zining manfaati uchun xizmat qildirish uchun harakat qilayotganligi, masalan, g'arb ellarida bu bir yoshirin narsa emas, oshkorlanib ketib qolgan va oshkorlanayotgan narsa. Uning uchun Xitoy har turli qilayotgan ziyonkashligidan, har turli qilayotgan ishlardan hech qachon voz kechgani yo'q. To'xtab qolgani yo'q. Xitoy gumron bo'lish oldida qadamini izchil turda besayotgan bir holatda biz Xitoyning gumron bo'lishini, Xitoyning yo'qolishini buningga asoslanmay, Xitoy bilan hamtemas bo'ladigan, Xitoyni bilib bilmay qo'llab qo'ydigan, bilib bilmay Xitoyga ishlab qo'ydigan, bilib bilmay Xitoyning manfaatida Xitoy bilan bir dastonda o'tirib qoladigan ishlardan hazar aylasak, nihoyat yaxshi bo'ladi. Chunki Xitoy tajovuzchilari mushu shaklda siz bilan bizni qismoqqa yoki buningga dastib turib, aloq qilishni izchil turda planlab kelyotdi. Bu yil nihoyat ig'ir yil bo'ladi qarindoshlar. O'ylaganimizdan battarroq qiyinchiliklar va har xil shakldagi musibatlar ko'z oldimizga kelishi mumkin yoki beshimizga kelishi mumkin. Uning uchun buningga tayyorlik qilish bilan birga buni ziynimizda eng tuvancha kuch tushiradigan va uning oldini ola oladigan shaklda harakat qilishimiz nihoyat muhim deb o'ylayman.